Chaqaloqlar yuzidagi ugri husnbuzarlar bu kasallik emas, normal holat, davolash talab etilmaydi. Chaqaloqlar yuzidagi ugri tug'ilishi bilan toshishni boshlab 6 oylikgacha kuzatilishi mumkin. Chaqaloqlardagi ugri har 100 ta chaqaloqdan 30 tasida kuzatiladi. Nega chaqaloqlar yuziga ugri toshadi? Bola organizmidagi gormonal o'zgarishlar, onadan bolaga o'tgan gormonlarning ta'siri hamda yuz terisi ko'chib, qavatma-qavat bir-biri bilan yopishib, yog' bezlarining chiquvchi qismini berkitib qo'yishi natijasida ugri kelib chiqadi. Chaqaloqlar yuziga ko'rsatma bo'lmasa, hech qanday kosmetik kremlar, losyonlar va yog'larni surish mumkin emas. Chunki krem va yog'lar chaqaloqlar yuzida joylashgan yog' bezlarining chiquvchi qismini berkitib qo'yib, ugrilarning ko'payishiga olib keladi. Hech qachon chaqaloqlar yuzidagi ugrilar siqilmaydi. Siqiladigan bo'lsa, u yerga infeksiya tushib qolishi mumkin. Infeksiya esa ichkariga, ya'ni boshga qarab o'tib ketish xavfi juda ham yuqori. Agar chaqaloqlar yuzidagi ugriga infeksiya tushsa, yon atrofi qizarib, hajmi kattalashsa, davolash shart. Agar asoratlar kuzatilmasa, chaqaloqlar yuzidagi ugri davolanmaydi. O'z-o'zidan 6 oylikdan keyin sekin-astalik bilan kamayib, yo'q bo'lib ketadi. O'zidan hech qanday chandiq va dog'lar qoldirmaydi. Bu milium yog' bezlarining kistasi. Bunday toshmalarning toshishiga diyetaning umuman aloqasi yo'q. Ya'ni emizadigan ayol diyeta qilsa ham, qilmasa ham bunday toshmalar toshaveradi. Chaqaloqlarning burni yuzida mayda oq va sarg'ish donachalarining toshishi kasallik emas, normal o'tib ketuvchi tranzitor holatdir. Chaqaloqlarning 3-6 oyliklar orasida bunday toshmalar o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Bunday toshmalarning ichida yiring umuman yo'q va bunday toshmalar bolalarga hech qanday noqulaylik tug'dirmaydi. Xo'sh, nega chaqaloqlarda bunday toshmalar toshadi? Chaqaloq 9 oy davomida ona qornida suyuqlik ichida yotadi. Tug'ilgandan keyin esa chaqaloq terisi tashqi muhitga va havoga moslashishi kerak. Chaqaloqlar yuzi havoda qurib qolmasligi uchun yuzda joylashgan yog' bezlari yog' ishlab chiqara boshlaydi. Lekin bu vaqtda yog' kanallari, ya'ni yog'ni tashqariga olib chiqib ketuvchi yo'llar hali to'liq shakllanmagan bo'lganligi uchun yog' u yerda turib qoladi va tiqilib qoladi. Natijada bunday toshmalar paydo bo'ladi. Bundan tashqari chaqaloq organizmidagi gormonal o'zgarishlar, onadan bolaga o'tgan gormonlarning ta'siri, bolaning o'ziga xosligi va o'z vaqtida cho'miltirmaslik ham bunday toshmalarning toshishiga olib keladi. Bunday toshmalarni teshish, siqish, spirt va kremlar surish mumkin emas. Toshmalar diametri 3 mm dan katta bo'lsa, toshmaga infeksiya tushib, yallig'lansa yoki qizarsa, bu holatdagina davolanadi. Qolgan holatlarda umuman davo talab qilinmaydi. Qorniga ko'p yotqizilgan chaqaloqlar bo'ynini tez ushlaydi, erta yemaklaydi, tez o'tiradi va tez yuradi. Chaqaloqlarni iloji boricha erta va ko'proq qorniga yotqizish kerak. Chaqaloqlarni qorniga 15 kunligida yotqizsa bo'ladi, ya'ni kindigi tushib ketgandan keyin ertasi kundan yotqizish mumkin. Qorniga yotqizgan chaqaloqlarning ich kelishi yaxshi bo'ladi, qorin og'riqlari va qorin dam bo'lishi kamayadi. Chaqaloqni qorniga yotishga o'rgatayotganda boshlanishida kuniga 3 marotaba 1 minutda yotqizamiz. Chaqaloqning ahvoliga qarab qorniga yotish vaqtini har kuni uzaytirib boramiz. 2, 5, 10, 30 minutgacha yotqizishimiz mumkin. Keyin esa bola qorniga yotishni mukammal ravishda o'rganib oladi. Chaqaloqlarni qorniga ovqatlanishdan 15 minut oldin yoki ovqatlanib bo'lgandan keyin 1 soat keyin yotqizish mumkin. Qorniga yotqizilganda chaqaloqlarning bo'yin, qo'l, oyoq, bel mushaklari yaxshi rivojlanadi. Chaqaloqlarni qorniga yotqizish bilan qorniga yotqizib uxlatishning farqi bor. Chaqaloqlarni qorniga yotqizish mumkin, lekin qorniga yotgan holatda uxlatish kerak emas. Bir xil joylarda 6 oygacha, bir xil joylarda 1 yoshgacha qornida yotqizib uxlatish kerak emas deyiladi. Chunki chaqaloqlardagi to'satdan o'lim sindromi bolalarda ko'proq kuzatiladi. Aynan qorniga yotib uxlagan holatida. Ochlik hayotingizni o'zgartiradi, uzoq umr va sog'lom bo'lishingizga olib keladi. Iste'mol qilayotgan narsalarimizning katta qismi glyukozadir. Glyukoza energiya manbai. Butun tanamiz glyukoza orqali oziqlanadi. Bundan tashqari glyukoza bilan zombi hujayralar, eskirgan va yomon sifatli hujayralar ham oziqlanadi. Bu hujayralar sog'lom hujayralarga ta'sir qilib, ularning ishini buzadi. Organizmni zaharlanishiga olib keladi. Sochlar to'kiladi, ajinlar paydo bo'ladi, bo'g'imlarda og'riq, xotira pasayishi hamda rak kasalliklarini keltirib chiqaradi. Och qolganimizda tanamizda glyukoza miqdori kamayadi va natijada zombi va yomon sifatli hujayralar ham och qoladi. Ular kuchsizlanib o'lishni boshlaydi va tanamizga yomon, zararli ta'siri kamayadi. Och qolganimizda tanamizda yig'ilib qolgan yog' to'qimasi parchalanadi, jigarga borib ketonga aylanadi. Tanamiz va boshimiz keton bilan oziqlanishga o'tadi. Ochlik vaqtida tanamizda yig'ilib qolgan ortiqcha yog'lardan hamda zombi va yomon sifatli hujayralardan qutulamiz. Ota-bobolarimiz beshikda yotgan bo'lishi mumkin, lekin bolalarga pampers kiydirishmagan. Ota-bobolarimiz telpey kiygan, cho'pon kiygan, maxsi kalish kiygan, otda yurishgan. Sizchi?
urf-odat, ota-bobolarimizdan qolgan urf-odatga amal qilasizmi? Bir xil odamlar bor, o'ziga kerakli bo'lgan narsalarni qiladi-da, o'ziga noqulaylik tug'dirgan narsalarni qilmaydi. Ilm-fan rivojlanishi natijasida oldin to'g'ri deb bilgan narsalar hozirda noto'g'ri bo'lib chiqadi. Ya'ni ilm-fanni aqli yetmaydigan narsalar ham bor. Men u haqida gapirmayman. Men ilm-fan isbotlab bergan narsalar haqida gapiraman. Xo'p, ras ota-bobolarimiz urf-odat deyotganlar diqqatiga. Ota-bobolarimiz pampers ishlatishmagan, telefon ishlatishmagan. Ya'ni bu zamon talabi bilan zamon texnika rivojlangandan keyin kirib chiqqan narsalar bizga. Xo'p, bunda sizlar ham ishlatmaylar. Ota-bobolarimiz ishlatmagan-ku. Vazirlikda ishlayman. Nima, vazirlikda eng zo'r odamlar ishlaydi. Eng aqlli, talantli odamlar ishlaydi. Vazirlikda ham oddiy odamlar ishlaydi hamma qatori. Umuman vazirlikda ishlayman deb maqtanish o'zi aqlsizlik. Ikkita soha vakillari men shu yerda ishlayman deb maqtanishi mumkin. Birinchisi, maktabda dars berayotgan odamlar, pedagoglar maktabda dars beryapman deb maqtanishga huquqiga ega. Bolalarga ta'lim beryapman deb. Ikkinchisi shifokorlar. Shifokorlar bo'lsa ham больницада ishlayotgan shifokorlar emas. Poliklinikada, chetda joylashgan poliklinikada umumiy amaliyot shifokori, terapevt, pediatr bo'lib ishlayotgan poliklinika shifokorlari maqtanishi mumkin. Chunki asosiy yuk aynan maktab bilan poliklinikaga tushadi, больницаga emas. Mana shu soha vakillari maqtanishi mumkin. Lekin boshqa qattigi bunaqa sizga o'xshagan odamlar chiqib qolib, vazirlikda ishlayman, hammasi joyida deb maqtana olmaydi. Kimsiz o'zi? Bolaga ta'lim tarbiya beryapsizmi? Bolalarni o'qityapsizmi? Bolalarning sog'lig'iga hissa qo'shyapsizmi? Yerda ishlayman deb maqtanish. Aqlsizlikni bildiradi bu maqtanish. Homilador va bolasini emizadigan ayollar ro'za tutishi mumkin emas, tibbiy nuqtai nazardan. Homilador ayol ro'za tutadigan bo'lsa, tug'iladigan bolasini tug'ma nuqsonlari bilan tug'ilish foizi oshib ketadi. Ayniqsa och qolish homiladorlikning birinchi trimestr, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi oylarida juda xavflidir. Chunki homilaning organ va to'qimalar shakllanayotgan vaqtda suv, oqsil, vitaminlarning yetishmasligi aynan o'sha a'zoning yaxshi shakllanmasligiga olib keladi. Bu degani homilaning tug'ma nuqsonlari bilan tug'ilishi degani. Emizikli ona ro'za tutadigan bo'lsa, sut miqdori kamayadi, sifati pasayadi, sut tarkibida vitamin va oqsillarning miqdori kamayadi. Natijada bola och qoladi, sustlanadi, immunitet tushib ketadi. Bu esa bolaning aqliy va jismoniy rivojlanishini sekinlashtiradi. Homilador va emizikli onalar ikkita odam uchun ovqatlanishadi. Demak, ular boshqalarga qaraganda 2 marotaba ko'p ovqatlanishi kerak. Ko'pchilik homiladorlar va bolasini emizadigan ayollarning gemoglobini 90 dan past bo'ladi. Bu esa ham ona, ham bolada kislorod yetishmovchilik, gipoksiyaga olib keladi. Anemiyasi bor, oqsil energetik yetishmovchiligi bor homiladorlar va bolasini emizadigan ayollar ro'za tutishi mumkin emas. Oilada ovqatni birinchi bo'lib homiladorlar va bolasini emizadigan ayollar yeyish kerak. Ovqatning eng go'shtli joyini, eng shirin joyini ham homiladorlar va bolasini emizadigan ayollar yeyish kerak. Undan keyin yoshi kattalar, bolalar va erkaklar yesa bo'ladi. Lekin birinchi bo'lib homiladorlar va bolasini emizadigan ayollar yeyish shart. 20 haftalik homila kuniga 200 marotibagacha qimirlaydi. 28-30 haftalik homila esa kuniga 600 marotibagacha qimirlashi mumkin. Ona qornidagi bolaning yetarlicha qimirlashi homilaning yaxshi rivojlanayotganligini bildiradi. Homila qimirlashi shart. Qimirlash orqali homila onasi bilan gaplashadi. Homila 8 haftaligidan qimirlashni boshlaydi, lekin buni ona sezmaydi, chunki homila juda ham kichkina va qimirlash natijasida bachadon devorlariga tegmaydi. 17-18 haftalik homila yorug'likni sezishi, ovozlarni eshitishi va bu taassurotlarga harakat bilan javob berishni boshlaydi. Homilador ayol birinchi homiladorlikda homilaning qimirlashini 20 haftaligidan keyin sezishni boshlaydi. Homila 28-32 haftaliklar orasida juda ham ko'p qimirlaydi. Bu orqali onasi bilan gaplashadi va onasining his-tuyg'ulariga harakat orqali javob beradi. 32 haftaligidan keyin homila qimirlashlar sonini keskin ravishda kamaytiradi, chunki homila yetarli darajada kattalashgan va qimirlashi uchun joy qolmagan bo'ladi. Homila juda ham qattiq yoki sust qimirlasa, qimirlashlar vaqtida ona og'riq sezsa, homilada qandaydir kasalliklar ketayotganligini, gipoksiya holati yoki homila yaxshi rivojlanmayotganligini bildiradi. Homilaning bir kunda necha marotaba qimirlashi juda ham muhim. Bu bolaning aqliy va jismoniy rivojlanishini bildiradi. Homilaning qachon ko'p qimirlashi va qimirlashlar sonini qanday hisoblash kerakligi kommentariyada berib o'tilgan va bu haqida ma'lumot keyingi reelslarda ham berib o'tiladi.